Olib kelyapsizmi? 1 soat bo'lib ketdi-yu. Uzr opajon, balon dam qo'yaverdi. Hozir to'g'rilab darrov boraman a. Nima deydi? Skuteri buzilib qolibdi. Oke. Ukam, u endi seni problemang. Qonog'och o'tirolmaydi-yu, kutib. Tezlashtir, davay. Xo'p, aka. Konsertni sal ko'targan. Muzlatib yubordi-yu. Pult qani endi? Hozir topib kelay. Opajon, birinchi etajdaman. 7-qavat chiqavering. Liftinglar ishlamayotgan ekanda, pastga tushib turaverasizlarmi? Men ham bu yoqdan chiqib turardim. Tezroq bo'lardi. Sen nima davrasan, ukam? Eplasang qilganda ishni. 7-qavat uygacha chiq, tamom. Xo'p. Moshinlar ham o'zidan ketgan-ey. Xayriyat, bo'la? Ochil aka, assalomu alaykum. Kim ekan? Tinchlikmi? Xolamni o'g'li Jasur ekan-ku. Qani kel. Tasodif qarang. Uzra, tanimasdan qo'pollik qilib qo'ydik. Chiqsa-yu, odam o'rganib qolar ekan. Qishloqdagilar yaxshimi? Xolam yaxshimilar? Xudoga shukr, ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Odam katta bo'lgani sari begonalashib ketargan-ey. Kechagina sen bilan hovuzda cho'milib yurdik, qara. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolar ekan. O'qishga kirding deb eshitdim. O'qishlaring qalay? O'qiyotgandim. O'tgan oy onam qattiq kasal bo'lib qoldi. Kontrakt pullari davolanishga ketib qoldi.